Sultonbek hammasini olib qolasiz, arizasini olasiz hammasidan. Hammasi arizasini olasiz. Juda o'rgangan ekan ikki uchta bir umr kasalxonani krestosini nikohlab olgan noinsof ikki uchdan o'tirib olib, dori-darmonni ham o'zining ota-boyidan qolgan firmada olishgan. Kimning haqqi bor? Shunday bitta yo'ldan kiradi janob Glavrat, o'sha yo'ldan qaytib chiqadi. Boshqa yo'lga yursalar oyoqlari qayrilib qoladi. Vallomating bo'lsa ham gaplashaman. Borib kasalxonada kallik tuyini yig'ib, hamma kasallarni yig'ib, muhokamasini o'zim o'tkazaman keyin. Taklif berishga qo'rqadi emas. Tili qisiq sherik. Hokim o'rinbosari sherik. Kasalxona atrofida joylashgan dorixona kimga tegishliligini oddiy kasal ham biladi. Qaysi doktorga tegishligini biladi. 3 marta valinsiya kelsa, 3-chi hammasi bilib oladi. Kasalni haqidan, kasalni rizqidan qirqib kun ko'rib, nimani baraka topmoqchisizlar? Kim o'zi ko'p retsept yozadi? 5000 dan ziyod vrach retsept yozadi. Eng ko'p yozadigani 1100 taga vrach yozadi. Angren, Tursun Glavrat, Ohangaron shaharlari, Bekobod, Bo'stonliq, Qibray, Quyuchirchiq, Ohangaron tuman, Piskent, Chinoz, Yangiyo'l. Birortasi bular mahalliy ishlab chiqaruvchilar bilan shartnoma qilmagan, mahalliy doriga. Bularga import dori kerak faqat. Nimaga keldilaring yig'ilishga? Nimaga davlat rahbarining murojaatlariga qarab, eshitib, qancha televideniya muhokama bo'lgandan keyin nima haqlaring bor bajarmaslikka sizlar? Kim sizlarga bunaqa vakolat berdi? Shunchalik ham noinsofmisizlar, insofdan chiqib ketganmisiz? Sultonbek hammasini olib qolasiz, arizasini olasiz hammasidan. Hammasi arizasini olasiz. Moliya boshqarmasi ertaga gruppa qilib, bular kim bilan shartnoma qilgan? Necha so'mdan dori olyapti? Qanaqa nimaga import doriga shartnoma qiladi, o'zimizniki yoqmaydi bularga? Nimaga bularning fikri buzuq? Baho berasiz. Men sizga prokuraturadan ham, departamentdan ham, soliqdan ham hammasidan nima qilib beraman. Odam qo'shib beraman. Bu offshore firmalardan, abnal firmalardan dori olayotganlar to'g'risi bilmaydi deysizlarmi? Bilmaydi deysizlarmi? Hammasi arizasini olasiz. Bugun Sog'liqni saqlash vazirligi bilan gaplashasiz. Menga bilan masalasi hal qilib bering. Hammasini. Birorta odamni o'rtaga tushib, mana shunaqa desangiz, o'zingiz ishni olib tashlayman bugun. Janob Sog'liqni saqlash boshqarmasi rahbari. Juda o'rgangan ekan ikki uchta bir umr kasalxonani krestosini nikohlab olgan noinsof ikki uchdan o'tirib olib, dori-darmonni ham o'zining ota-boyidan qolgan firmada olishgan. Kimning haqqi bor? Nima haqlaring bor xalqqa xiyonat qilishga? Kasalni haqidan, kasalni rizqidan qirqib kun ko'rib, nimani baraka topmoqchisizlar? Qayerga bormoqchisizlar? Bular hammasi sabotajning. Mahali viloyat tibbiyot muassasalarini ham menga bo'ysunuvi boshqasi, menga farqi yo'q. Respublika bo'ysun bedab filialmi? Territoriyada o'tiribdimi? Talab qilaman. Tushuntira oldimmi? Hammasini arizasini olasiz. Yozish kerak bugun. Mana shu aytilgan tibbiyot mana ijtimoiy tarmoqda buni muhokamaga qo'yish kerak hozir. Men o'qib beraman. Angren shahar, Ohangaron shahar, Bekobod, Bo'stonliq, Qibray, Quyuchirchiq, Ohangaron, Piskent, Chinoz, Yangiyo'l tumanlari tibbiyot birlashmasi rahbarini lavozimiga loyiq deb o'ylaysizmi deb bir muhokamaga bugun qo'yasizlar. O'rtaga Toshkentda turgan, falon joyga turgan odamning o'rtaga chiqadigan bo'lsa, hurmatli bosh vrachlar. Vallomating bo'lsa ham gaplashaman. Borib kasalxonada kallik tuyini yig'ib, hamma kasallarni yig'ib, muhokamasini o'zim o'tkazaman keyin. Rayonni, shahar deputatlari bilan. Bizga vatanparvarlar kerak. Rahbarimiz aytganlaridek tajribasi bo'lmasa ham, vatanni yaxshi ko'rsa, vatanparvar bo'lsa, mana bu yuragi salgina Toshkent viloyati uchun yonadigan bo'lsa, o'shani qo'yamiz. Kecha institut bitirib kelgan bo'lsa ham mayli. Fikri to'g'ri bo'lib, buzilib ulgurmagan hali. O'rganishlar shuni ko'rsatdiki, viloyatda 5700 nafardan ortiq shifokorlar bemorlarga retsept yozadi. Misol uchun mana Piskent tuman tibbiyot birlashmasi xirurg va terapevt vrachlar tomonidan hanuzgacha 8 tagacha, 10 tagacha dori vositalari yozib berilayotganligi aniqlandi. Rekord Piskent. Bugun iltimos qilaman prokurorimizdan ikkita joyga ham prokuraturadan tashlab departament, ichki ishlar, korrupsiya va moliya va moliyaviy nazorat bu ham hali tugatilmagan. Mana birgalikda borasan, ko'rib, hammasini gruppa qilishga ikkita rayonga birinchi tashlash kerak. Qaydan kelyapti 8 ta dori?
oddiy kasal ham biladi. Kasalxona atrofida joylashgan dorixona kimga tegishliligini oddiy kasal ham biladi. Qaysi doktorga tegishligini biladi. 3 marta valinsiya kelsa, 3-chi hammasi bilib oladi. Viloyatda tibbiyot sohasi vakillari xalqni o'ylash, ular uchun oziq-ovqatdan ham muhim bo'lgan dori vositalarini arzonlashtirish, davolanish bilan bog'liq xarajatlar sonini kamaytirish borasida o'ylamasdan faqat o'zlarini o'ylayotganligini ko'rsatyapti. Shundan kelib chiqqan holda viloyat dori-darmon aksiyadorlik jamiyati rahbari bugun hayfsan olasiz. Faqatgina tibbiyot bo'lsin, o'sha yo'nalishini saqlab qolgan holda tibbiyot muassasasi hududidagi bo'sh turgan yer maydonini xususiy sektorga beringlar degan topshiriq bo'ldi. Qaysi kasalxonadan, qaysi rayondan taklif tayyor? Muddat bor, janob Sultonbek, 1 oy muddatda deyilgan. Yo'q. O'zi ham yemaydi, birovga ham bermaydi. Hech narsaga tegmaydi. Yontog'am o'sib yotaveradi, daraxtlar qurib yotaveradi, bruschatka dabdala bo'lgan, asfalt qo'parilib ketgan. Hech narsa qilmaydi. Shunday bitta yo'ldan kiradi janob Glavrak, o'sha yo'ldan qaytib chiqadi. Boshqa yo'lga yursalar oyoqlari qayrilib qoladi. U odam uzoq yashaydi. Uzoq yashaydi. Hech narsa qilmagan odam uzoq yashaydi. Bundan xalqqa nima naf? 50 yil ishlaysanmi? Lekin 5 yil ishlab haykal qo'yadigan darajada ishlasa ham bo'ladi. Bunaqa rejimda, bunaqa beparvolik, bunaqa o'zbilarchilik kayfiyatda hech kim uzoqqa bora olmaydi. Men ertaga yana aytaman, alohida xalqdan so'rovnoma o'tkazib, zavaddinigacha, davolovchi vrachgacha, oilaviy shifokorgacha tushib boramiz. Boramiz. Sizlarning gaplaringiz o'tmayotganmiz, ularga o'zimiz boramiz. Xalqni fikrini olamiz, boramiz. Sazoyi qilamiz, sharmanda qilamiz, izza qilamiz xalq oldiga chiqib. Nimaga siyosatga xiyonat qiladi? Nimaga kimdir cho'ntagi ishlaydi? Kasalni o'ylash kerak-ku. O'zgarsak o'zimizga foyda. O'zgarmasa bu kengash ham har safargi bo'lmaydi. Shuning uchun Sultonbekovga topshiriq, men aytamanmi, yo'qmi, boshqami bo'lmaydimi? Har oyda 1-haftasida mana shu farmatsevtika kengashining yig'ilishi o'tkazilishi shart. 1-haftasida o'tkazamiz, sababi fevral tugaydi, martda 1-haftasida o'tkazamiz. Fevral oyini to'liq tahlil qilamiz. Har bitta kengashning a'zosidan taklif, rayonlarni 4-5 ta rayonni hisoboti, 2-3 ta retsept yozgan, o'zidan ketgan doktorning hisoboti, shu narsani to'g'ri tushunib 5 tani o'rniga 2 ta dori yozib berib, kasalni davolayotgan doktorning tajribasini shu yerda eshitish kerak. Kun tartibini tayyorlab, mana shuni qilamiz. Qani bu safarda biz aytayotgan Piskent bilan Chinoza nima o'zgaradi? Shuni mana martning boshida, fevralning yakunidan ko'rib chiqib bo'lmaydigan bo'lsa, hokim o'rinbosarini olib tashlaymiz 2 ta rayonni. Hammasini to'g'rilab lavozimda olamiz. Davolaydigan doktor bor. Amaldor kresloga ega topiladi. Hech kimga o'zini haligi xomton bo'lmasin, qattiq nima deydi, o'zini qiynamasin, men ketsam kasalxona nima bo'ladi deb o'ylamaydi. Topiladi bitta amaldor. Juda o'zlarini qiynab yormaylar, men ketsam nima bo'ladi shunchalik. Hech kim kasalxonasiga cho'ntagidan pul chiqarib, ta'mirlamagan, bir narsa qilmagan. Hammasini qilgan bo'lsalaring, men shuni qildim deb maqtanib yurganlaringni tagida davlatning puli turibdi. Ertaga jamoatchilik komissiya qilman, deputatlar alohida guruhga qilayman. Ertaga yurib qani kim o'zi ko'p retsept yozadi? 5000 dan ziyod vrach retsept yozadi. Eng ko'p yozadigani 1100 ta vrach yozadi. Qaysi kasalliklarga yozadi? Shamollashga eng ko'p yoziladi. Onkologik kasalliklar, yurak qon tomir kasalliklari ko'p yoziladi. O'sha vrachlarning stolining tagida shu ro'yxat bor, narxi bor, xaridorligi bor. Har bir retsept yozadigan doktorning stolida oynaning tagida turishi kerak o'shada. Nomi ro'yxatigacha, narxigacha. Har bitta tibbiyot muassasasining rahbari o'zidagi vrachlar bilan hammasini retsept yozadigan vrachlar bilan gaplashib, bizga taklif bersin degan. Kim taklif berdi? Qaysi tibbiyot muassasasi rahbari taklif berdi? Menga aytayaptiki, hokim o'rinbosarlari bor, maktabda, bog'chada, tibbiyot muassasasida bor, uchrashuv o'tkazib, kasallar bilan gaplashib, undan keyin fikr, xo'p uchrashibsan, borsan, doimzod hokim o'rinbosari qaysilari taklif berdi? Taklif berishga qo'rqadi emas, tili qisiq sherik. Hokim o'rinbosari sherik. Bugun hozirgi men qilingan yig'ilishda hammasini boshidan oxirigacha ijtimoiy tarmoqqa qo'ydim. Menga kelgan munosabatdan keyin men o'zimizni fuqarodan bugun iltimos qilamanki, o'tiring.
qani sizni bo'ladigan kasalxonangiz, hududdagi birlamchi tibbiyot muassasasidan boshlab tumanli markazigacha ixtisoslashgan tibbiyot muassasalaridagi dori vositalarining narxida nima o'zgardi? Retsept yozishda sonida nima o'zgardi? degan savolni beraman.